Assalomu alaykum. Bugun 8-fevral kungi yakshanba kunida turibmiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Aralarni ko'rishni boshladim, vaqti bo'ldi. Bugun ozgina sovuq, keyingi dushanbadan boshlab kunlar isishni boshlaydi. Shuning uchun biz asosiy ishlarni boshladik. Ish orqali asalarilarni 20% ga ko'proq asal olish imkoniyatingiz bor. Shuning uchun buni aniq bilib olish kerak. Shuning uchun hozir men bir boshdan ko'rishni boshladim. Bugun havo ozgina sovuq bo'lishiga qaramasdan buni qilib qo'yishim kerak. Chunki ertadan boshlab havo isishni boshlaydi. Shu bilan yaxshi isib boradi. Buni sizga aniq ko'rsatib berishimiz kerak. Demak, bahorda birinchi qiladigan ishimiz 3 ta asosiy ish bor. Shu 3 ta asosiy ishni aytib ketaman. Birinchisi pastdagi dnoni tozalash kerak. Ya'ni pastdagi qismini tozalamasangiz, aralar ko'p qismini energiyasini o'lgan aralarni olib chiqishi uchun sarflaydi. Agar lejak uyalarda qiyinroq, bu uyalarda osonroq, tezda tozalab qo'ysa bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz ikkinchisi uyani qisqartirish kerak. Chunki uyalarimiz klubga kirgan sari zichlashib ketgan. Aralarni hozir shu holatda turadigan bo'lsa, aralar ozroq rasplot qo'yadi. Shuning uchun ularni biz maksimal qisamiz. Bu degani bitta romkada ham katta rasplot bo'lish kerak. Havo sovib ketib qoladigan taqdirda ham aralar iloji boricha uni himoya qilib turadi. Uchinchi qiladigan ishimiz ovqatini nazorat qilish. Hozir kandiy berish mutlaqo taqiqlanadi, chunki ayniqsa shu vaqtda davrlar, ya'ni mana shu 15 kunning ichida umuman kandiy berish kerak emas, chunki kandiyda quyidagi xususiyati bor. U invertlanmagan ovqat bo'lganligi uchun kandiyni olayotgandan keyin u chanqash hissi uyg'onishni boshlaydi va tashqariga chiqishni boshlaydi. Tashqariga chiqqan aralar bir boshdan o'lishni boshlayveradi. Chunki havo juda sovuqroq, ichkari issiq bo'ladi. Suvga tashqariga chiqishi bilan arasi o'lib ketaveradi. Shuning uchun kandiyni favqulodda vaziyat bo'lganda berish kerak. Bo'lmasa, hozir ko'rsataman, qisqartirgan uyalarni ovqatlarini qirib tayyor qilib qo'ysak bo'ladi. Shu ham bitta yaxshi variant hisoblanadi. Keyin 20 kundan keyin yo siropga yoki kandiyga o'tib ketaveramiz. Aralar tashqariga chiqqanda o'lmaydigan holatda, sovuq ta'sir qilmaydigan holatga yetib olganimizdan keyin bemalol ularga keyin yo sirop yoki kandiy beraveramiz. Men o'sha paytda kandiy berishni boshlayman, chunki biz aralarda stimulyatsiya qilishimiz kerak. Stimulyatsiya degani oz-ozdan ko'p berish kerak. Ya'ni har kuni berib turish kerak. Men har kuni vaqtim yo'q. Shuning uchun katta 1,5 kilo, 2 kilo kandiyni qo'yaman. Bir haftagacha ular kuniga 200 gram, 300 gramdan olib stimulyatsiya bo'laveradi. Menga shu variant yoqqan. Xohlasangiz o'sha variant qiling. Xohlasangiz xonadoningizda bo'lsa, bemalol sirop berib tursangiz bo'ladi. 200 gram, 150 gramdan sirop berib tursangiz bo'ladi. Bu hali 1 oy oldingi holat haqida gapiryapman. Videoda siz chustich qilishingiz kerak, bilishingiz kerak, ya'ni aralarga nimalar qilishimiz kerakligini bir boshdan boshlab ko'rib chiqamiz. Bular ancha uchdi. Men endi yakshanbani kutib o'tirdim. Chunki dam olish kunimda aralarni ko'rib qo'yaman. Albatta maskalar taqib olishingiz kerak, chunki hozir aralar juda agressiv holatda bo'lishi mumkin. Demak, pastki qismini olaman. Sekin xalaqit qilmagan holatda arasi oz to'kilgan, mana ko'p emas. Arasi normalniy. Buni biladi bir qator chiroyli qilib tozalab olishimiz kerak. Buni yopgan ekanman. Ko'p ara yopilmagan tayi hamdaqa holatda turadi. Buni endi chiroyli qilib tozalab olishimiz kerak. Ya'ni tayi ochiq holatda turgan bo'lsa, tayini bekitishimiz kerak endi. Iloji boricha tagi bek holatda turish kerak. Mana chiroyli qilib tozalab qo'ydim. Ustidagini qo'yamiz. Ana, endi aralarda ko'rishni boshlayveramiz. Bunga dimar endi ishlatsak bo'ladi. Ozgina agressiv bo'lib qoldi. Tayini ochdik. Shu mana aralarimiz 6 ta romkada turibdi. Lekin mana o'z-o'zidan ko'rib turibmanki, mana 2 ta romka bu yerda shart emas.
Aralarni sekin ochib bir qator nazoratini qilaman. Rasploti bormi, yo'qmi? Shuni bir qator ko'rib qo'yaman va bir yo'la qisqartirib ketaveraman. Endi iloji boricha aralarni bezovta qilmagan holatda bir qator nazoratini qilib qo'yamiz. Birinchi ko'rishimiz, shuning uchun aralar ozgina bezovta bo'lishi mumkin, chaqishi mumkin. Shuning uchun buni ham oldini olib olganimiz yaxshi. Demak, yoqib oldik. Endi aralarni qisqartirishni boshlayveramiz. Birinchi romkasi. Men temagan ekanman asal. Asalli ovqatli romka. Buni olaman. Ikkinchi romkasi. Ikkinchi romka aralar sekin o'tishni boshlayapti. Lekin bu tomonida yo'q. Bu romkani olishim kerak. Bu romka kerebas romka. Keyingi romkasi kerebas ekan. Demak, 3 romkaga qisqartirib tashlayman men bu arani. 3 romkaga qisqartirish kerak hozir. Hozir ko'ramiz. Bu keyingi romkalarini ko'rishimiz kerak. Shunga qarab aniq bo'ladi. Urug' bor уже. Urug'ga kiribdi aralar. Demak, aralarimiz urug'i bor. Rasploti hali ko'rinmadi. Mana shu romkada bo'ladi. Mana shu chekkada romkada bo'ladi. Agar bo'lsa, mana shu bitta romkasida bo'lishi kerak. Bu endi buni qilib bo'lmaydi. Men sizlarga alohida qilib ko'rsatyapman. Mana ura rasplot ham bor ekan. Mana onari. Rasplotimiz ham bor. Bo'ldi, rasplotni ko'rdik, uni ko'rdik. Onarimizni ko'rdik. Endi buni qisishni boshlaymiz. Pakfistak aramiz. Demak, 3 romkaga qisishimiz kerak aralarni. Ularni endi olib qo'yamiz. Chiroyli qilib arisini qoqib, bunisini ham qisqartiraman. Buni ham qisqartirib qo'ydim. 3 romkaga zich qilib qisqartirishimiz kerak. 3 romkaga qisdik. Aralar endi issiqroq o'tiradi. Bitta mana bunaqa ovqatli romkasini stimulyatsiya qilishimiz kerak. Stimulyatsiya qilish uchun mana shu ovqatli romkani paytini qiramiz. Ya'ni bu ovqatni ichkariga toshish kerak. Endi buni o'rashni boshlaymiz. O'zini salafanini o'raymiz birinchi. O'layim bitta ovqati ichkarida qolib ketish kerak. Devor 3 ta raundga ara. Endi buni zich qilib o'rasak bo'laveradi. Mana qaylari bilan o'radik. Endi men mana shu joyiga karmushkani qo'yib qo'yaman. Ko'rpada o'rab qo'ysak bo'laveradi. Demak, ko'rpamizni yaxshilab o'rab qo'yamiz. Kaltechalarni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Demak, shu holatda amalga oshirishimiz kerak. Bu eng asosiy ish hisoblanadi. Uyani qisish va isitish. Uya qancha issiq bo'ladigan bo'lsa, rasplot qo'yish shuncha katta bo'ladi. Ko'ryapsiz, klubda ochdim. Baribir arilar u chekkada, bu chekkada va shu klub yaqinroq joyda ko'proq joylashgan. O'shuning uchun iloji boricha ularni
qisqartirib bitta romkasini ichiga qoqib bo'lsa ham qisish kerak, uje ari yoyilish kerak, yoyilib to'liq isitish kerak uyani, shunda yaxshiroq bo'ladi. Endi bitta ikkita bateriya bo'ladi-yu, zato 10 kun biz o'tib ketamiz bundan turishda. Ya'ni uyalarda zichroq qilib, ko'pchilik qaraydi, klub turgan joydan ortiqcha romkalarni olib qo'yadi. Yo'q, unaqa emas. Bitta iloji bo'lsa, bitta yarimta bir tomonda ari o'tirgan bo'lsa ham, uni ichiga qoqib olib tashlash kerak. Uje havo mana yaxshilanyapti, soat 12 bo'lyapti. 1-2 da uje men bu qismini tugatib yuboraman. Hozirgi qiladigan ishimiz shu 3 ishni qilib qo'yishimiz kerak. Dini tozalashimiz kerak, ovqatiga qarab qo'yishimiz kerak, uyani qisishimiz kerak. Ovqatda kandida har ehtimolga qarshi ovqat yo'q bo'lgan taqdirda beriladi. Menda kandi bor. O'zim inkor qilyapman, lekin o'zim ham kandi olib kelib qo'yganman. Chunki menda mana hozir bitta yashidan ikkita chiqib ortiqcha romkalar, ularni ovqati ozrog'iga berib tashlasangiz bo'laveradi. Qisqartirib uyani asosiy ishimiz qisqartirish bo'lishi kerak. Endi havo jicha sovuq. Sizga tavsiya qilaman, havo isigandan keyin bu ishlarni amalga oshirish. Menda endi iloji yo'q. Bugun qaralmasam, shu bilan keyingi haftaga qolib ketaveradi. Qo'ldan kelgancha qarayman. Bir 4 ta 5 tasini bir qolib ketishi mumkin. Hozir mana fermaga boraman. Asosiysi o'sha fermadagini ko'rish kerak. Bu uyda aralarda uyda ham ishdan kelib sekin-sekin ko'rib qo'ysa bo'laveradi. Asosiysi o'sha naryoqda fermadagini ko'ramiz. Bu haqida video ko'rsataman. Atga olib borganimda ham vaziyatni ko'rsatib sizlarga amalga oshirib beraman. Videoni qo'llab-quvvatlab turasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.